Miladi 1959 yılı 9. ayının 26. günü Yoshino yerim oralda quruqliqqa chiqqan tayfun bo'rinda 5000dan ortiq odam o'lib ketdi va yo'qolib ketdi. Tabiat keltirib chiqargan son-sanoqsiz tragediyalar, balo qazoga uchirgan odamlarning taqdirida ajoyib o'zgarishlarni paydo qilsa-mu, lekin buningga qandoqmi tabiatla sababchi degili bo'lsin. Bu kuni amdili tug'ilgan bo'qini chin quchoqlab olgan bir yosh ona dahshatlik bo'ron chapqin ichida yo'qolib ketdi. Mana bu ularning taqdirini belgilaydigan kun edi. Bu filmdagi hijron qayg'usi va visol shodligi 17 yilning oldidagi mushu kundan boshlangan. Nobuto Shimazakining yo'qolib ketish oldida turgan mehr-muhabbatini asliga keltirish uchun davomli tanho kurash qilmoqda edi. Shimazaki bo'lsa dushmanlaridan qisos elish uchun hadab qilichini bilavatadi. Kutilmagan hodisada yeridan ayrilgan Yomiko hammadan kechib, dardini ichiga yutib, Nobuto bilan Yizmikodan ayrilishga majbur bo'ldi. Bir dolqin pasaymay turib, yana bir dolqin ko'tarildi. Shimazakining ayni vaqtdagi ayoli, ya'ni Yizmikoning o'z onasi Kashiro tuyuqsiz paydo bo'lib qoldi. Nobuto efendi. Kirsem bo'lamdi. Qancha ishchan. Bu qiz. Darlitandan qaytirib kelgan qiz shumi? Ha. Nobuto efendim. Bu bola. Bu mening qizim. Uning ismi Yoshino Yizumiko. Yaxshimisiz, acha? Yizumiko, bo'ldi. Mehmonni men kutay. Endi men chiqib ketdim. Mening qizim bo'ladi. Biroq men tuqqan qizning biligida qarimang yo'q edi. Mayli qarimang bo'lsa yoki bo'lmasin. Mening qizim. Siz qaytib keting. Bu bola helimo bek bearam bo'lib ketyapti. Endi yarsiq tutsapman. Balani hayron qoldiradigan gaplarni hergiz qilg'ich bo'lmang. Sizde o'tinib qolay. Tushundim. Sizni avar qilib qo'ydim. Bir xil tuyg'u Nobutoning vujudidan chulg'ib oldi. Kashiro Nobutoning yolg'onchiligini sezib olgan edi. U bir ayol, bir ona bo'lish sutida o'ziga xos sezgurlik bilan o'z qizining kimligini bir qarabla tunib olgan edi. Nobutoning teni sho'rkinib ketdi. Haqiqiy ahvolni hozir Yizmikoga aytishga texib qoldir edi. Kashiro? Ha, u akşam uyimga izlab ketdi. Qizingizning ishini uningga deb qo'ymagansiz. Bu gapni uning degili bo'lsinmi? Rostla demidingizmi? Buni yo'shiraman debmi? Yo'shirg'il bo'lmayapsa. Yoshino efendim. Bundan keyin kendim kirmamışsınız qandaq?
Ha? Mening vaqtim bek az qoldi. Bek az qoldi. Siz yanıla intiqam almoqchimi? O degan o'zimning ishi. Shimazaki. Siz Naokoni ümitsizlendirmekçimi? Naoko, telefon. Ha. Rahmet. Vay. Dadammi? O ayol sizning qishingizni beribdi-da. Ha. Ondaqda Yizmikochi. O, Yizmikoga. Uni ming bir tasdiq ketkizib etdim. Uni tezroq ketkizib o'tish uchun Yizmikoni o'zimning qizi deb turib oldim. Ko'nglingizga olmang. Hech qisi yo'q. Ikkimiz Shimazaki bilan Yizmikoni ko'zda tutib, bir niyatda hamkorlashishga tutishgan tuqqu. Biroq siz yukning eg'rini ko'taryapsiz. Agar yukingizni eg'irlatib atsam, Hech qisi yo'q. Mendan hargiz ansirmam. Hech bo'lmaganda Shimazaki dadam bilan Yizmiko ideya jihatdan tayyorlik qilib men Shimazaki Naoko bo'lib turaveray. rahmat sizga, Naoko. Men o'zimni butkul Yaponiya, yo'q, butkul dunyo bo'yicha eng baxtli dodi deb hisoblayman. Chunki mening sizdek aqlli qizim bor. Hey, Taro, tamakam tutashtirib olay. Siz ketavering. Bu yerga nima ish kelding? Men sizni sig'inib kelganim yo'q. Bu gapchi men siz sig'inib qoptimanda. Oh, kallas ishlamaydigan. Men sizga bir gapni deb qo'yg'ili keldim. Nima? Siz bilan birga turayotgan qizni Rasululloh Naoko deb qo'ygan o'xshamamsiz. Emis yalg'anmidi? Jahonda Naoko'dan yana birsi bormidi ya? Ha? Sen tuxumdan tukundirman deb tursan. O bizning bolamiz emas. Aytma! Men tuqqan bolning beligida bir tal mangmi yo'q edi. Men bosmen bo'pti. Ishqilib Naoko meni qizib. Biroq bolni men tuqqan. Qaysi yuzim bilan bu gapni davatsan? Quchoqdagi bolani tashlab o'tib. Nana ketding? Sizmi to'g'ri kasb bilan shug'ullanmay, qotillik qilib yuribsiz-ku. Qani ayting, turmada 17 yil yotgan odam nemish qilib biror parcha bo'lsin xat yozib qo'ymaysiz. Sen quduqning ichiga kirib olgan tursan, xatni nega yozatding? Sizmi bolni tashlab etdingiz, ikkimiz olmagan bamga bo'ldik. Nima? Siz ona bola ikkimizga qilch kelmadingiz. Shundaqdimi sizni bolning dod istab qarab yaxshi niyat bilan shuncha yiroqdan qachonga keldim. O qiz bizning bolamiz emas, herkes bizning bolamiz emas. Ağzını şum şermende. Yok yerin putar çıkarını bir toyuzu koymsam. Kına ete. Ben ne iş geldim?
Pekapdan tushib ko'rib boqamsiz. Onun bilan boshqa kun ko'rishaylik. Dada, sizga nima bo'ldi? Hech nima bo'lmadi. Dada. Bu odamniza sut bilan kirgan qo'yjon bilan chiqadi. Dadam sizni ranjitib qo'yganmidi? Dadam ayibga buyuribman. Dadam mushundaq cho'smijaz kishi. Ona bilan qarab bo'lmasam Ismoili. Yo'q. Siz bizning bolamiz emas. Nima deb jo'ylaydigansan? Rastavatman. Bu qiz bizning bolamiz Naoko emas. Yo'q. Men Shimazaki Naoko. Xatolashdingiz, bu ishdan balkim xabaringiz bo'lmasa kerak. Men Shimazaki Naoko. Siz yolg'on Naoko ekansiz. O Sarah. Ismoili. Bu qiz bilan qachongacha mushundaq o'yin o'ynaysiz? Qani ko'rib boqay. Men o'zimning qizi, haqiqiy Naokoni cho'qib qaytirib kelman. O shermanda. Ismoili, bu sarang bilan tang bo'lmaydi. Toshisoki, yana bir rum qo'yaymi? Bo'ldi. Aka, xamsaga chiqib beraymi? Yo'q, bo'ldilar. Men bo'ldingiz. Og'zingizda bir asi yemlab qo'ydimi? Dada. Men bu uydan ketaymikin da'vatman. Hey. Yezimiko. Qalbimni neymiş ki tushunmaydigansiz. Undaq emas, dada. Sizning Shimazakini qutqizish uchun o'zingizning foyda ziyni bilan hisoblashmaslikdek mardonligingizga intayin qoyilman. Bu oliyjanob ruh hisoblansimi, biroq odamning kallasidan osonlikcha o'tmaydi. Siz Naoko bilan birga yashamoqchimi? Ha. Sizning terishchanligingizning mag'lub bo'lishini ko'rishga rozimanki, Naokoning bundaq igichaqsiz turmush kechirishiga hargizmi qarab tura olmayman. Sizning bunday qilishingizni Naoko'mi qo'llamaydi. Nayt Rushenki. Mushundaq ketiversa Naoko'mi baxtli bo'la olmaydi. Shunman. Undaqda qandaq tirikchilik qilmoqchisiz? Bu jamiyat unchivola Naoko uchun har qandaq jafo chekishga roziman. Bu chaqcha men qilgan g'amxo'rligingizga rahmat. Siz to'siman desangizmi, Beka? Sizni hargiz to'smayman. Sizni bag'azir yaxshi ko'rib kelyapman. Yezimiko, mening qalbimda
ko'nglingizga olmang. Sizning har qanday to'salg'iga duch kelgandimi, qilch ikkilanmay muhabbatga sodiq bo'lishdek ro'yingizga intayin qoyilman. Undaq pomlab tiqiyversangiz qandaq bo'ladi? O'rlashib olgandan keyin xat yozibsiz. Mang'u baribir. Biroq dadamga bek uvol bo'ladi. Qiziq ish. Aka uydan chiqib ketaman desa, sana yordam beryapti. Na okoni. Baxtli qaysiz. Kishilik hayotning agri to'qayliq yo'liga qadam qo'ydi. Dada uningga yordam bergisi bo'lsa-mu, yordam beramaganligidan qattiq echindi. O'zining bosgan qadami bolalarining muhabbatini nobud qilmoqda edi. Qaytib keldim. Sen kalmayın desene. Ben hiç kandak çıkamayım. Neymiş kımmakçı, dada? Bu yana şerait pek naçarken, bu yerde turmay, başka giteli. Kaşiro hammandan kaçıp, yetkildiğen bolsak, avar bo'lmayli. Sen, darakep algan okşamam sen. Yoşino degan haramzadeni qanday qilsam bo'la? O yolg'on so'zlashdan boshqani bilmaydi. Dada. Meni oldim ayvatgan siz. Men degan azaldan nimbos shundaydigan odam. Sen ikkinchi sotlanishni da'vatsan-ku deyman. Onundan nima qo'rqib yuratdim? Qo'sqini og'riq olmasa tavzishni qo'rqma debdikan. Men rostla hech nimani yushirmadingizmi? Dada. Ilgari sizga ikkimiz birga bo'lsak hech nimdan qo'rqmayman. Har qanday o'ngsizlikqa duch kelsakmi, siz bilan birga bo'lman degandim. Esingizdami? Hammasi esimda. Rostla esingizdami? Bu men. Kiring. Nima bo'ldi? O'tiring. Men bilan
Toshisokining ish to'g'riliq so'zi sizg'u deyman. Yezimiko. Sizga burunmi aytgan? Odamning ichki dunyosi. Akam bilan bo'lgan ish. Bir taraf bo'p bo'ldi. Ondaqda kallangizda o'tibdi-da. Biroq sen zerikib kelyapman. Nobuto Yezimikoning bu so'zdan uning naqadar bearam bo'layotganligini, hamda o'lganning ustiga tepmakdek ish qilishga bo'lmaydiganligini cho'nqur his qildi. Yezimiko, siz maktabdan qaytib kelgandek ikkimiz birga kino ko'rib kelaylik. Ras, ikkimiz sirti tamoq yeb baqmag'ili. Uzoq bo'pti. Qani ayting, nima yegingiz bor? Men Nagoyaga berib, anamni bir ko'rib kelay deyman. Bo'lamdi. O hozir sizning onangiz emas. O mening anam. Menga mening anam. Gerçi onun ismi Otaki Yumiko o'zgarib qolgan bo'lsa-mu, lekin uni men tuqqanligimdan iborat bu paketni hech kim o'zgartib bitmaydi. Men u yerda uzoq muddat turmoqchi emasman. Zerikib qolgan chaqlarimda bir ishga ketim berib kelsam yomon bo'lmas. Agar u o'z onasi bo'lgan bo'lsa, Nobuto qizini darhol onasining qishig'iga yo'liqsab qo'ygan bo'ladi. Ma'quldan dada. Basingiz bo'lmaydi. Dada. Yezimiko, baya zerikib qoldim da'vatsiz. Men bilan birga tursangizmi zerikishga his qilamsiz? Dada, undaq demoqchi emasman. Faqat ba'zi chaqlarda Sizga hamma odamdan bekrak ko'nadigan, mendek bir dada kun bo'yi hamroh bo'lib olsam, yana rozi bo'lmamsiz. O'zining qorig'ini yarda qistavotganligi Nobutoga besh qo'ldek ayon edi. Onasini chunqur sig'inayotgan qiz o'z onasining zodi kimligini qilchi bilmaydi. Nobuto qizining baxtsizligi va bechorligidan qattiq echindi. Hayran qoldik, hech yo'q. Yaxshi. Obdala saqib qolibsiz. Sizga deydigan bir gap bor edi. Men maktabga chiqib qolaman. Bir qanchangizga gap? O'lishgunki ish qudayman. Bir notanish ayol dadangizni izlab keldi. Shundaqmi? O 40 yoshlar atrofidagi o'tir yoshlik ayol. O ayolni tanir ekansizda? Burun ko'rgan. O nimalar dedi? Naoko. İsmingizni adashtirib bag'rimni qarang. O ayol yana kelib qolsa, uning nima deyishdan qat'iy nazar hargiz ishonmang. O olajoq so'zlaydigan ayol. Uning gaplariga hargiz parvo qilib ketmang. Mana nima bu gaplarni deysiz? Hiç düşünemeyotman. Düşünmeyen bo'lsangiz bo'pti. Bu siz uchun nait foydaliq. Bir erkek? O qiz uydan chiqishig'ila, o erkak uning oldin to'sib oldi. Onun taqdiri qandaroq ekan? Yeşi 50 yaşlar öpçörüsü de kısık şaşlık, çağ sakal kişiyken. Nime? O kişinin tonumsuz. Vakam efendim. O kızı köprek hezi bop koyasız ha? O kızı yıkılaşqanlik adamni meyl er yoki ayol bo'lsin, inchik tekshirib chiqing. Shaxsiy rozutchik? Mushu ish bilan jon beqiyotimiz. Bu yerga bir ish bilan kelganmidingiz? Rost gapni aytsam, uyingizdagi xonimning hayotiga doir bir maxfiyatlikni sizga aytib qo'yg'ili kelib edim.
ayting. Qizimning hayotiga doir qandoq maxfiyatlik ekan u? Albatta. Buni demasammi, tushundingizmi deyman. Hech tushunamadim. Uni yoshirib nima qilasiz? Tushunamagach, sizdan so'rayapman. Qani, qulog'im sizda. Qandoq yo'l yo'rg'ingiz bakin? Biroq bu ishni aniqlash uchun oziqim tortmadim. Buning men bilan nima aloqasi bor? Gapning postkallasinday. Bir ayol menga uyingizdagi xonimning ishini tekshirishni havola qilgan edi. Biroq o to'lim pixsiq ayol ekan. Bu gapcha u ayolning ketminni chapqandan ko'ra meni qaqt so'qti qilib, ozroq tapanaqqa undirib olay deb qapsizda. Gapni ajabmi ochiq qildigan odamkansiz. Yalang'ochroq qilib aysam, mo'shi gap edi. Undaqda mening ahvolimni aniqlay oldingizmi? Ozdir ko'pdir aniqladim. Bak afsus, men azaldan qaqt so'qti qilg'uchilarga nap berib baqmagan. Yoshino efendim. Ava. Mehmonni uzitib qo'ying. Siz taftish amaldori bo'lish munosib. Qattiq vijdonli odamkansiz. Nobuto oxirgi minutlarning o'zi qarab qistab kelayotganligi. Izmikoning maxfiyatligini saqlab qolish yo'lidagi tirishchiliklarning ko'pikka aylanish oldida turayotganligini his qildi. Qandaq bo'p menga yolg'irib qoldingiz. Buni xiyolimga keltirib baqmoqchi ekanman. Gapimga obdan quloq soling. Qo'lig'im sizda, efendim. Kashiro xonimga obdaroq topilib qo'ysangiz. Avval deydigan mazmunni aytib bermamsiz. Unaqa nima deyman? Onunga Yizmikoni aram xudo yashig'il qo'yishni aytib qo'ying. Bu ishda o'zingiz o'tirib chiqimsangiz bo'lmaydi. O'zim o'tirg'i chiqish berib bo'lg'ach, sizga iltimos qilyapman. Bo'lmasa, haqiqiy ahvolni aniq aytmoqdan boshqa chora yo'q. O chaqda mening bag'anim hech nima kar qilmaydi. Hech bo'lmaganda, sizlar bir mahal xotin bo'lganda. Onda xotinlik qurib ketsin. O degan 20 yilning oldidagi ish tursa. Shundaqmi? Bu ishni sizga deb bevod avar bo'ptiman dama. Hey, to'xtab turing. Ketishga oldirma. Siz rostilla bu ishni Kashiro'ga aytmoqchimi? Unda qilsangiz chatoq bo'ladi. Uningga haqiqiy ahvolni aytishdan boshqa amal yo'q. Hey, oldirmay turing. Bo'ldi, men bir o'rnib ko'ray. Biroq aqand yo'q bir nim deyamayman. Onun xuy peyldan qaraganda buning ishonch qilib bo'lmaydi. Ikki balning ishi uchun bo'lsa-mu, onun bilan bir ko'rish baqay. Qandoq dedim? Ayrılan. Ikkiylem birlik ketib, yeni hayotga qadam tashlayli. Men bilan birga mengishni xohlamsiz? Naoko. Buncha bola azob chekib nima kepti? Qachongacha irodangizga xilof ish qilasiz? Men irodamga xilof ish qilayotganim yo'q. Chunki hozir bir kishi menga bekmi muhtoj. Biroq men sizga muhtojman. Men sizga hammadan bek muhtoj. Sizning dadangiz bor yana. Yizmikomi bor. Naoko. Toshizuki. Shimazaki dadamning mendan boshqa hech nimasi yo'q. Kechiring.
Qaytib keldingizmi? Yomg'ir ajabmi qattiq yog'di-ku. To'xtab qoldi. Bey, Nobuto'ning uyi. Xenimdan kepti. Bey, siz hozir qayerda? Nagoyaga borman dedingizmi? Kechiring, dada. Bu qitim haqiqatan chidayolmadim. Mayli qandaqli bo'lmasin, onamni bir ko'rib olsam bo'lmaydi. Undaq aldiraqsalik qilmang. Undaq qilsangiz, onangizmi? Bugun soat 2 poyezdda maqmoqchiman. Yezmiko. Bir kech qo'nibla. Qaytib kelaman. Xotirjam bo'ling. Bu qitim tarbiyangiz ma'qul bo'ling. Bolamdi. Nagoya ketibdimi? Uni to'ssammi, kar qilmadi. Anamning. Otaki hammamning qishiq ketibdimi? Onunga telefon berib etdim. Hozir o'zining dardini yetib eshib olsa, qandaqmi uningga yolg'ondan onu bo'lib bera olasin. Uning ustiga bu ish uning kalisidan o'tmaydigan tursa. Undaqda. Bugun oqshomda Nagoyaga berib, haqiqiy ahvolni uningga aytmasam bo'lmagidik. Dada. Buni bilaman. Biroq ish bu darajaga berib yetgandan keyin haqiqiy ahvolni boshqalarning degandan ko'ra o'zimning degani tuzuk. Undaq qilsangiz, Yezmiko. Uningga haqiqatan uvol bo'ladi. Biroq haqiqiy ahvolni aytgandan keyinmi uni tashlab etmayman. Unda qilishqa hargiz bo'lmaydi. Uni davomli qizim o'rnida ko'rib, omon eson turishiga kapolatlik qilishim kerak. Buning uchun sizning texmo azobli badal to'lashingizga to'g'ri keladi. Shunda qila olamsiz. Kechiring, bugun mehmon qabul qilinmaydi. Bu dükkan hal cari ekan go. Nima deb keldingiz? Nima deb keldingiz? Xato tushunib qolma, ish qilishni ko'ngli kelmadim. Shu nima deb keldingiz deb so'rayapman. Ava, men sirtqa chiqib kerak. Efendim. Otaki xonimdan hozirla telefon keldi. Yezmiko xonim u yerga texi yetib bormabdi. Yetib bormabdi? Xonimning aytishicha, u vokzalga burilib berib saqlab turibdi. Biroq 2 qatimliq poyezdning hech qaysi xonimning qarshisi ko'rinmabdi. Otaki xonim vokzalga kiyim berib qolganmidi ya? Yo'q. Xonim telefonni uyga qaytib kelib beribdi. Naoko, sizni birisi chaqirdi. Kechiring, saqiltib qo'ydim. Rostini aytsam, seni ayni vaqtga xotinchiligimizning yuzini qilib bo'lsam, ozroq pul qarz berib turammikin deb keldim. Men shu ish bilan keldimikin deb qiyos qilgandim. Men texno ko'q narsa kerak aytmaymikin degandim. Hey, Sizningcha, o bizning qizimizmi? Kashiro. Sen uni rostlik qilishing aklib olmoqchimi? Albatta aklib olaman. Biroq o'zim onay qo'saq ko'tarib tuqqan bolamni aklib olaman. Bunchalar aldirib nima ketdi? Men bak yolg'izlik tatib qoldim. Necha yildan buyon
Jenimning ko'kini setib, axir mush kunga ulaşdım. Biroq shundoq qaraydigan bo'lsam, tayindigan biror odamim yo'q ekan. Sen şondakmıdın? Ben o'xshash. Siz degan er kishi. Biroq men bir ayol. Onun ustiga yeshimi bir yak berib qoldi. Oxirgi umrimda menga asqatadigan yana o'zimning qo'zg'idim tushgan bola. Sen xiyolun kelgani qilaman deb turdi ekansan. Men azaldan mushundoq, lekin bolni sizdan o'ttaraq baqalayman. Çenikisinin pulun var şundakmı? Peşini kilip bekar avar olup yürüdüm ben. Bu gepçe. Poyizga chiqmab sende. Poyizga chiqqan bo'lsam bu chaqich onam bilan ko'rishib bo'lgan bo'lardim. Biroq oxir chiqmayli qo'ydim. Sababini o'zim bilmayman. Anamning ishini dadam qandoq o'ylayotgandi? Mening ishimga anam qandoq qaraydigandi? Mening kun bo'yi o'ylaydiganim shular. Akam keldimi? Onun uydan chiqib ketganligidan xabar topdingmi? Akam uydan chiqib ketgandan buyon bir nimamni yo'qotib qo'ygandek bo'lib qoldim. Shunga anam bilan ko'rishib, dadimni uning to'kib bergim keldi. Bu ishlarni o'yla oxiri ixtiyorsiz yosh tekib soldim. Qarsa vo'g'izal sipsada. To'g'ri, 2 soat turibdimi? Men nima degan ahmoq. Rahmat san Yezmiko. Bu kelganinga rahmat. Meni kechir. Seni cho'chitib qo'ydim. Nadikini. Bo'ldi, bu gaplarni deyishmayli. Darhol uyga qaytqin. Shu toptadadan ansirab bir bo'lib ketganda haqiqatan. Akam bilan ko'rishib qolsam, meni salom aytib qo'ygin. Sana yolvirib ketganimni qara. Xo'sh emsa. Ondaqda Yezmiko ismli qiz. Shundaq. Darli tamg'a o't ketgan chaqda ikkaylarning salohiyatini aniqlaydigan narsalar olmishib qoptikan. Keyin birisi bu ishni gizitxonaga inkos qilibdi. Bu gapcha Shimazakimi, Yoshinomi? Bu ishni aniq bilganda. Shundaq. Biroq bolalarni ta hozirgacha almashtirolmaganligining sababini o'zim uqolmadim. Hey, xonim, tomosha texi oltimizda o'xshaydi. Hey. Şu adam aytmadimi? O adam bana hamma gapni aytib berdi. Siz to'limi? Bag'ri qattiq. Adam kelsiz. Siz nima dodi degil bo'lsinmi? Qizimni men qaytarib bering. Qizimni men qaytarib bering. Ağlayotamsiz. Hayajonlanmang. Mening tushuntirishimga quloq seling. To'liq kapshimiz o'zcha. Sizning quruq vaziyatlaringizni anglashga chalam yo'q.
Kashiro xonim, Yezimikoning Shimazaki bilan ikkalarining bolasi ekanligidan qilchi gumonlanmayman. Biroq men bu ishdan xabar topgan chaqda ahvol nihoyat murakkablashib ketgan edi. U chaqda men bir taftish amaldori sifatida odamni zaxmlantirib o'lishiga sababchi bo'lish delosini bir taraf qilib o'tatdim. Bu delodagi gumonli qotil dal Shimazaki edi. Bu ishning ikki bola bilan hech qanday munosabati yo'q-ku. Siz shunda qaramsiz. Siz Yezimikoni 2 yishidala tashlab o'tib ekansiz. U 15 yilni egichoqsiz o'tkazibdi. U mening uyimga kelgandan keyin ondan tunji qaytim oilning illig'lig'ini his qildi. U chaqda rahmatli dadam tek hayot edi. U 17 yil ayrilib ketgan navrisini tepib olganligidan xushal bo'lib, Yezimikoni bek arzulab baqdi. Yezimiko uni o'zining cho'ng dadasi, meni o'zining dadasi deb qarab, g'am andisiz, baxtlik yashidi. Mo'shundaq paytda uningga qotilning qiz ekanligini qandoqmi aytqili bo'lsin. Biroq o'zingizni qizini o'ylab qo'ymadingizmi? Albatta o'yladim. Biroq u chaqda Shimazakimi menga o'xshashlar mening qizimni o'zining qizi deb qarab, uni dadalik mehri bilan yaxshi ko'rdi. Meni dada bo'lishga munosib emaskansiz deb aybladingiz. Men butunlay munosib. Mening o'z bolamni yaxshi ko'rishim boshqa dadalardan qilishmaydi. Lekin men o'zimni tutib oldim. Yezimikoni ro'yjatin azoblab qo'ymaslik uchun dadimni ishimga yutib etdim. oshkorlandi. Nobuto qatorliqlar yana yangi bir sinoqqa duch keldi. Yezimikoning tug'ilish mahbiti oxir oshkorlandi. Nobuto Yezimikoning bir peshkanlikka uchrab qolishdan ansirab, uning yenidan bir qadamga ayrilmaydi. Shimazaki bo'lsa Kawanoning atrofidan nari ketmaydi. Nobuto Shimazakini yomon niyatidan to'smoqchi bo'ladi. Kashiro Yezimikoni olib ketmoqchi bo'lib keladi. Yezimiko bino o'g'isidan o'zini tashlab kelmoqchi bo'ladi. Keyin kishilarning tafsilotini o'qimoqchi bo'lsangiz, 25-qismini ko'ring.